Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun 2 ayning 20 kuni. Men bugun mushu Uxan o'pka yollig'i to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Bugunga qadar Xitoy sirtidagi 30 ga yaqin davlat va rayonda Uxan o'pka yollig'i bilan yuqumlanganlarning soni 1200 ga yetib, ularning ichida 11si o'lib ketibdi. İran'da aldığım günüsü iki keselni bayqab ekan, uzunga o'tmay lekin o kesel bayqilib uzunga o'tmayli o'lib ketibdi. Undan keyin yana 3 odamningki shu kesel bilan yuqumlanganligi bayqalibdi. Bu Xitoy sirtidagi shu davlat va rayonlar ichida bu kesel bilan yuqumlanganlar eng ko'p bo'lgan davlat, ya'ni shu Yaponiyaningki dengiz rayoniga to'xtatilib qo'yilgan sayohat parkı to'lab, o parkda jami 3711 sayohatchi barkan, ularning ichida hozir qadar 634ninki bu kasal bilan yuqumlanganligi bayqalibdi. Oldingi kunisidan boshlab bu kasal bilan yuqumlanmagan deb qaragan sayohatchilarni o'zlarining davlatlari aldık aynolab qaytırıp əktişke başladı. Amerika olsa özününki bu parkutdaki 300'den artıq grajdanı bilen 14 bu kesel bilen yuqumlanğan bimarını qaytırıp əkeldi. Qağan bimarlar toğrusida ularınki aqıvetinin qanda buluş toğrusida hazır iniq uçur yok. Belkim Yaponiyada qılıp davalansa kerak. Anandan keyin bu xalqaro sayyohat tashkiloti olamdi yoki boshqa mutaxassislarniki bu parkdagi 3711 odamniki ahvolini bartaraf qilishni qattiq tanqidlamoqda. Ya'ni aslida, ya'ni 1-ayning 20 kunisi bir bu kasal bilan giribtor bo'lish, yuqumlanish ehtimoli bo'lgan bir Hong Konglikniki bu parkdga chiqishi tufaylidan shu bir odamdan hozir qadar jami 634 odam bu kasal bilan yuqumlangan. Buning nimasini, mas'uliyatini nurg'un mutaxassislar shu parkniki tarafiga, ya'ni Yaponning munosabatli taraflariga nim qilyotdi. Sabablikni shularni ko'ryotdi. Bular yaxshi bir taraf qilmagan. Shu sababdan bu parkda 634 odamniki yuqumlanishni keltirib chiqargan degandek o'xshamagan qarashlar bor. Endi yana bir andisha hozir hamda bu shu 3711 odamniki ichidan bu parkdagi bu kasal bilan yuqumlanmadi degan kishilarniki o'z davlatlariga qaytishi sababidan u o'z davlatlarida cho'ng bir tahdid paydo qilish ehtimoli borligidan nurg'un mutaxassislar andish qilmoqda. Chunki bu insonlar garchi hozirgi tekshirishda u kasal yo'q deb chiqmagan bilan ba'zi kishilarniki bir qitim tekshirganda chiqmay keyin anandan keyin u kasal chiqib qolganlik ahvoli bor. Ya'ni demakchi o'g'ini bu 3711 odamning ichidan kasal chiqmagan nurg'un kishilarniki vaqtning o'tishiga ergishib kasal chiqish ehtimoli bo'lganlik uchun mutaxassislar bu insonlarni o'zlarining davlatlari qaytirib ketgan vaqtida shu davlat, shu rayonlarda balkim bu kasalniki keng tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin deb andish qilmoqda hozir. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumati e'lon qilgan son da yaqinqi kunlardan beri kuniga 1-2 ming kasalniki ko'payayotganligini bo'lib shu 2-ayning 13 kuni 15 ming kasalning ko'payganidan keyin undan keyin her kuni ko'payayotgan kasalliklar bara tövellab tünigun bir kunda ko'paygan kasal biroqla 394 ga chiqdi. Bu endi orqali Xitoy hukumati biz kasallikni yaxshi kontrol qilyapmiz, shunga yenidan bayqalganlar ozlayotdi degan signalni bermoqchi bo'lsa kerak. Buningki ahvoli hozir
Şu hazır xalqaradaki şu mutaxassislarning bu kasalga bo'lgan ko'z qarashi bilan dal aksincha hamda albatta biz hozir qadar Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga ishonmay keldik. Shundaqdimi aslidagi e'lon qilgan sonni biroqla kelsa 394 ga tushirishi buni keyiniga nima yoshiringan nima maqsad buni bir narsa degil bo'lmaydi. Uning ustiga bizningki vatandagi shu hukumat e'lon qilayotgan mush kasal bilan yuqumlangan odamlarning soni degan son 2 ayning 16 kunisidan tortib hozir qadar o'zgarmadi. Ya'ni ular yangi bayqalgan kasal yo'q deb e'lon qilibdi. Bir kasalning o'lganidan boshqa hozir qadar ya o'lgan odam yo'q ekan yoki yangidan bayqalgan kasal yo'q ekan. 4 kundan beri o'xshash bir son. Anandan keyin 10 necha odamningki saqib chiqib ketganligini debdi. Endi bumu bizga endi bir xil nimadan bishorat berdi, bir xil yoshurun bir g'arazning mavjudligidan. Chunki biz vatandan kelayotgan nurg'un uchurlar qarg'a vaqtida vatandagi bu kasal bilan yuqumlanganlarning ko'pligi anandan keyin butun vatan doirasida nurg'un uylar taqilib sirtqa chiqish cheklanayotganligi ma'lum. Agar bu kasal faqatla Xitoy hukumati degandagidek 76 odam bilan cheklangan bo'lsa, anandan keyin 4 kundan beri bu kasal hech qanday tarqalmagan bo'lsa, bu xil ahvol nima uchun davom qiladi? Ya'ni insonlarningki harakati sirtqa chiqishi nimishqa cheklandi degan savol kallamizga keladi. Buning keyinida hamda nurg'un narsalar yoshiringan bo'lishi mumkin. Albatta bizning umid qilganimiz vatandagi bu kasallikni tizdan kontrol qilishi, kontrol bo'lishi, anandan keyin xalqningki hayotiga tahdid ekanmasligi, anandan keyin xalqning hayotiningki o'z vaqtida asliga normal hayotning asliga kelishi va lagerdagi insonlarimizningki erkinlik chiqishi. Bu bizning umidimiz, lekin Xitoy hukumati ma'lum g'arazga maqsadga yetish uchun amaliy ahvolni yoshirib o'tamdi yoki bo'lmasa kasal haqiqatan kontrol qildimi? Hozir buni bir narsa deyish qiyin. Shundaqdimi biz buningga diqqat bilan qarashimiz lozim deb qarayman. Agarda buningdan keyin men yana shu haqda yangi uchurlarga erishsam do'stlar bilan vaqtida o'rtoqlashib turman. Bugun shunchalik so'zlab turay. Hammanglarga rahmat. Xayr xo'sh.